Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomizda sizlarning e'tiboringizga 16-martdan 20-mart kunigacha bo'lgan ob-havo prognozlarini e'tiboringizga havola etamiz. 16-18 mart kunlari O'zbekiston hududining katta qismida yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat 17-18 martda Surxondaryo viloyatida va 18-martda Qashqadaryo, Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 19-martda respublikaning markaziy va janubi-sharqiy hududlarida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 20-martda O'zbekiston hududi bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Ushbu davrda havo harorati asosan kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 15-20 daraja iliq. Yomg'ir paytida 13-15 daraja iliq bo'ladi. Bunday harorat foni mart oyi o'rtasi uchun o'rtacha ko'p yillik qiymatlarga yaqindir. 16-17 mart kunlari respublikaning shimolida va cho'l hududlarida shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Toshkentda 16-18 va 20 mart kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 19 martda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat asosan kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 17-20 daraja iliq. 19 martda 14-17 daraja iliq bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.